Hammaga assalomu alaykum. Bu meni birinchi videoyim. Xudo xolasa YouTube kanali ochdim. Shunga joylayman. Mavzu Amina haqida. Men 13-sentyabr kuni O'zbekistondan Moskvaga uchib keldim va patent topshirish uchun oldingidaqa ilgari qiladigan eskidan qiladigan registratsiya qilish shartmi yoki yo'qmi, yoki yangi chiqqan Amina ilovasi bilan topshirsa bo'ladimi? Shuni o'zim sinab ko'rmoqchi bo'ldim va eskidaqa registratsiya qilib yotmadim. Birovga 8000 pul berib, ortiqcha rasxod qilgim kelmadi, to'g'risi. Xo'p, dushanba kuni 15-sentyabr kuni Saxarvaga bordim, migratsion sentrga. Hop, borganimda erta juda ham navbat ko'p, juda ochvetlar ko'p. Hop, borib navbatim keldi, rosa kutdim. Akoshkaga men navbatim kelganda borib o'tirib dokumentlarimni berganimda u mendan birinchi registratsiyamni so'radi. Xodimga aytdimki, menda registratsiya yo'q, men faqat Amina bilan keldim dedim. Unda oddiy bitta qog'ozcha berdi. Shunga sen yashaydigan manzilingni yoz dedi. To'liq yozib berdim. Shunaqa Gorod Moskva, palonchi ulitsa, palonchi dom, palonchi kvartira deb hammasini yozib berdim. Shunda qabul qilib oldi. Hammasi yaxshi. Keyin oxirida savol berdim. Qachonki patent tayyor bo'lganda men uni olib kelganimda mendan yana o'sha eskidaqa registratsiya, qog'ozli registratsiya kerak bo'ladimi menga yoki yo'qmi? Shu haqida savol berganda yo'q, faqat Amina bilan kelasan dedi. Registratsiya endi shart emas deb o'sha akoshkada o'tiradigan xodim javob berdi. Endi xudo xohlasa bu birinchi videoyim. Yaqinda nasib patentim tayyor bo'lganda uni borganimda yana bitta video qilaman. Чтобы registratsiya kerakmi, yo'qmi, yanada aniq bo'ladi. Katta ehtimol bilan registratsiya qilish shart emas. Bu o'sha Aminani o'zi bilan patent topshirgani bormi yoki yo'qmi deb o'ylanib yurgan yurtdoshlarimiz uchun va barcha shu tojikistonlik, o'zbekistonlik hamma patent qilish kerak bo'lgan odamlar uchun yordamchi qo'llanma sifatida, yordamchi video sifatida xizmat qilish uchun olyapman bu videoni. Kimgadir yordami tegsa, foydali bo'lsa, kommentariya yozib, obuna bo'lib, like bosib ketishlaringni so'rayman. Hammaga omad, sog' salomat bo'linglar.